Oylik daromadi anchagina yuqori bo'lgan top 5 zamonaviy kasb. Ro'yxatimizni 5-o'rinini Mobilograf akalarimiz egallashdi. Ushbu soha egalari 3 milliondan 15 milliongacha sof daromad qilishadi. 4-o'rinda esa SMM sohasi vakillari. Ushbu soha egalari esa 5 milliondan 15 milliongacha daromad qilishadi. 3-o'rinda esa grafik dizaynerlar. Grafik dizaynerlar oyiga 7 milliondan 20 milliongacha sof daromad qilishadi. 2-o'rinimizda esa interyer hamda eksteriyer dizaynerlar. Ushbu soha vakillari esa 8 milliondan 30 milliongacha sof daromad qilishar ekan. Ro'yxatimizni 1-o'rinni esa dasturlash sohasi egalladi. Izohlarda yozingchi, dasturchilarning sof daromadi qancha ekan? Xo'sh, mana kasblar haqida ham ma'lumotga ega bo'ldingiz. Lekin ushbu kasblarni qayerdan o'rganishni bilmayapsizmi? Albatta, Ustoz AI platformasidan. Yuqorida sanab o'tgan barcha zamonaviy kasblarimni Ustoz AI ilovasidan mutlaqo tekinga o'rganishingiz mumkin. Ushbu ilova foydalanuvchilarining anchagina qismi allaqachon daromadga kirishgan. Siz ham shoshiling, tezroq yuklab oling.